oxiriga yetib keldi. Aslida jahon chempionati O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari o'zaro uchrashuvdagi ustunlik kim tomonda? Terma jamoamizning Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi qaysi formada harakat qilishi ham ma'lum bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari sport vazirligi "Hammamiz oqlar tarafdamiz" kampaniyasini o'tkazmoqda. Sport federatsiyalariga bepul chiptalar tarqatyapti. Bugungi videoroligimizda ushbu xabarlar haqida gaplashamiz. Salom do'stlar, bizni har bir videoroliklarimizda qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun kerakli xabarlar jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimizning rivoji va unda har doim sport haqidagi xabarlar to'xtovsiz chiqishi uchun videolar ostiga like bosishni unutmang. Do'stlar, like bosib qo'yish siz uchun shunchaki 1 soniya vaqt talab qiladi xolos. Biz uchun esa katta motivatsiya. Endi esa videoni maroqli tomosha qiling. FIFA Jahon chempionati 2026-yil yo'llanmasiga yaqin turgan jamoalar orasidagi O'zbekistonning imkoniyatlarini baholadi. Braziliya barcha 22 ta chempionatda ishtirok etgan. Germaniya 20 ta, Argentina esa 19 tada qatnashgan. Shunday bo'lsa-da, FIFAga a'zo bo'lgan 211 ta assotsiatsiyaning 62% dan ortig'i hali bir marta bo'lsa ham bu go'zal o'yinning eng nufuzli musobaqasida ishtirok etmagan. Bu ko'rsatkich rekord darajadagi 48 ta jamoa ishtirok etadigan va ko'plab yangi debyutlarga imkoniyat taqdim etadigan FIFA Jahon chempionati 2026 da pasayishi shubhasiz. 2022-yilgi 32 jamoali finalda faqat mezbon Qatar ilk bor ishtirok etgan bo'lsa-da, 2026-yilgi chempionatga yo'llanmani qo'lga kiritgan dastlabki 7 davlatning barchasi avvalgi jahon chempionatlari tajribasiga ega. Quyida bunday yil yo'llanmasiga yaqin turgan milliy terma jamoalar bilan tanishishingiz mumkin. Iordaniya, O'zbekiston, Cabo Verde, Curacao, Gvatemala, Nikaragua, Surinam, Venezuela va Yangi Kaledoniya. FIFA saralashning 3-bosqichining navbatdagi turi oldida